Ana xiyonatlarim уже hamma narsa tayyor. Mana sinfxonalar tayyor. Hammalarni kutamiz. Mana ustoz ham tayyor. Mana birinchi suhbatga kelgan odamimiz. O'tir. Mana bizda suhbat davom etyapti. Kuchli o'quvchilar qilyapti. Ага. 7225. Молодец, ты понял? Понял. Хорошо. Устно сможешь ответить? Да. 55 умножить на 55. 55 умножить на 55. В конце всегда пишем 25. Ага. 5 после 5 умножить на 6. Ага. 6 умножить на 5 равно... Ага. 6 умножить на 5. Первый класс, а? Ага. 30, Ага. 30 и это 25. И это как прочитаем? 3025. Молодец, красавчик. Zo'r javob berding. Ну-ка теперь вопрос. 95 умножить на 95. Равно. Всегда пишем 25, Ага. а в конце 9 после 9, 10 умножить на 9, 90. Получается 9025. Молодец, mujik, zo'r javob berding. Hop, bizda qabul ketyapti. Men o'ylaganimdan ancha kuchli ekan bolalar. Va Buxoro bilimda birinchi o'rinligini bari bildiradi, ko'z tegmasin. Chunki bolalar ham aktivligi juda zo'r. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Bitta o'rgatganini sirazi olibdi. Nasib bo'lsa bu bolalar bilan shug'ullansak, xudo xohlasa Prezident, Al-Xorazmiy, Alberuni xohlagan ixtisoslashgan maktablarga nasib bo'lsa birinchi o'rinda kiradi. Ishonchim komil. Faqat o'sha bizning tizimimiz bo'yicha yaxshi zo'r o'qisa bo'ldi. Ertaga ham o'zim bo'laman, shaxsan o'zim bo'laman. Erta obed 12 gacha qabul davom etadi. Bemalol farzandlaringizni olib kelsalar, ko'rsatilgan nomerga telefon qilib, shaxsan o'zim tekshirib, olish qobiliyatiga qarab mazkurlarga joylashtiraman. Toshkentdagi xizmatlarim sizlarni ham juda sog'indim. Nasib bo'lsa, dushanba kuni Toshkentdagi filialimda ham qabul ochiq bo'ladi. Hayit munosabati bilan Toshkentdagi filialimga 50% chegirma e'lon qilganman. Nasib bo'lsa bu chegirmani davom ettiramiz. Oyni oxirigacha xudo xohlasa shu chegirmada o'qishlaringiz mumkin bo'ladi. Bemalol Toshkentga ham nomer qoldiraman, telefon qilib, dushanba kuni olib kelsalar, Toshkentda shaxsan o'zim dushanba kuni tekshirib olish qobiliyatiga qarab mazkur huquqqa joylashtiraman.